Salam dostlarım, hanım kızlarım. Ben bugün sizlerge hoşan tamaqni itişine geldim. Bana erişip atkan çıraylık kızlarım, diqqatinglar mende bolsun. Muş hoşan tamaqımızga mana kitadigan tayyorliqlarimni tayyorlab oldim. Mana ullurum, go'shtlarim to'g'rab oldik. Endi ancha-muncha hozirgi yoshlar yaxshi ko'rdi ekan, bak qizmani yaxshi ko'rmaydi ekan. Rangda chiqarish uchun mana azroq lazama tayyorliqlarimni qilib oldim. Unda bo'lsa, mush qo'shan tamog'imizningki ximirni yug'urib olayli. Men odatda mush bulaqmanta bo'ldigan tamaqlarninki ximirga azroq shakar selib etaman. Endi mana ximitrush, bek ximitrushni tanlab ketmayman. İş qilib mushu bir ximitrush va men burundan tatib pishirib atgan. Mana yo'q hisobda suyini qiziqroq qildim. Mana azroq tuz selib etaman. Bu yomon jiq selib oladi ekan. Ba'zilamda mana yo'q hisob sap qo'ydik bo'lmasa, mush ximining rangiga chiqadi mana. Azroq shikarimizgimi endi mana bu ximitrushdan salay. Endi bu xo'shan tamoqmichu yomon bo'lib ketsa pajıldab, yerilib o'xshamaydi. Şuna ximitrushni normal salayli. Unda o'z shug'urib ketay, men ximini avval mushu shikarimiz bilan ximitrushimizga azroq shilman suv quyib olamiz mana. Mana bu birdam erib qilib ona yaqi unimga quyib shug'uraman. Qizlarim, ximirimni shug'uray, mana tayyorlab olgan ximitrush, shakar suylarini sal erigandan yaqi unga quyib oldim. Unda bo'lsa men shug'urib ketay. Bekmi ching emas, bekmi bo'sh emas shug'asak bo'ldi. Qizlarim, bizning tog' yerda apaza shu o'xshamaydi, sal sovuqroq ximili past bo'ldi. Shuni qavat-qavat qilib mushturqim mana 3 tasqanga yo'g'ib etdim endi. Bak ximirimiz çoğunlar köz qaratmasın deydiğen bir gap var. Köz qaratıp qalmasın dep yaman qilin yo'g'ib qo'ydim. Dostlarım, hanım kızlarım, hoşan tamaqımızdan ximiri bo'lib ketgan. Uşaq qilib men zugul qilib oldim. Bu hoşanğımı alqı ximirni bo'ldiganda yomon bo'lib ketsin bo'lmaydi juma. Bek bo'lmaysimi, endi ko'pmaydi. Delle biliplam zugul qilib olsak bo'ldi mana. Ximirim bo'lib ketgan, zugul qilib oldim. Tupsini maylab, deyzil bilan bo'shamol bilan yepib oldim. Bu ximir bo'lmaganda endi yarim soat tinsa bo'ladi. Bu yoqdan zugul qilib, bu yoqdan assa tinmagan ximir xo'shangtaz yumshoq chiqmaydi. Xo'shang tamqimizning men tayyorlab olgan şeylerimni endi to'g'ragan go'shtimizga aralashtirib bir qishma qilayli. Dastlabida men azroq sap turay, men tuzni ham degan silib olsak keyin tangshimektat. Men endi mush dardamallidan mush qarmushnilam salaman, bek jiq sanmayman. Bir xil nimani salaman. Undan keyin mush qishmalig'ima azroq may zaytun may quyib edim juma. Mana faqraq chiroyli chiqdi. Endi azroq suv quyib olayli. Endi mana to'g'ragan basimizni salayli ichiga. Bek go'shtnimi bolalarga balla yegin unamaydi yamanchiq. Azroq aşk silib etimiz juma, yaman chiroyli chiqdi. Pomidorni saldım juma, endi buningdan yamanchiq silib etsiniz. Tujmitami sal ichikdi. Mana sho'xlamalar bilan mejitsaq bu yaman sho'rpuluq. Azroq zaytun mayini quydim, qarmushni saldim. Qo'shanga qamishirib endi. May quyayım qozonga qizlarim.
mayda zалы qilib olamiz mana. Azmaydı koysak yaman kuyap, rengi hoşanın sırayla çıkmaydı. Maydı pişip, zalıqlı bağın hoşanını mana kaynagan mantı korsağa saldım cümbülünü tüptüge. Ligen belerle saldım. Bir vasta nima cümbülgesiyle varsak bir karık çorpulları pesti tökülep gidiyor. Şoňam cümbülünün tüptüge lamışlar ligenimde saldım. 25 minuttan yarım saat kişilik odaydı. Kamukunun mana hoşanınki karanlar bunda çorpulları gitti. Bana hoşan tavukumuz pişti. Şu an kileyken okşap gitti. Kışımızda degen şunda çorpulup şunda yaxşı oldu.